Siz nima kulyapsizlarmi ustimdan? Bildi yig'ishtiringga ketdiga bu yerdan 30 ming so'm bilan 9 ta molni boqyapti. Sutini sotgan holatda va mana bu arzon boqishni hisobiga. Hozir aytaman, 2,5 ming so'mdan kunjara oldik. Ha, mollar nima esasilmayapti? Sizga savol, bu nech pul? Bu jonivar. O'ta arzon sut ekan bu. Nech pul? Bizda. Buni qarang, ichida Jamshid olib keladi. Buni ichida chigiti bor, buni qarang. Butun chigiti bor, buni qarang. Kunjara Ha? 2 kilo, 5 ming, 2 kilosi. Shuncha molga 2 kilo kunjara 2 solasiz. kilo kunjara, ha. Kam-ku, masal. Mana kulminatsion nuqta. Mana. Buni ichida ham mana shu narsalardan bor. Uni tubida bor-da. Ichida oz-moz bug'doylari ham bor. Buni Bug'doy qopi kepak. 7 mingmi, nech pul? Buni qopi aka hozir 6 ming shunaqa bo'lib qoldi, tushdi narxi. Ikki ming so'm deylik. Sizlar nima qo'y boqyapsizlar? Kulyapsizlar. Qo'ydan ham arzon aka, ishonavering. Kulyapsizlar. Odam ustidan, Jamshid qaq olib keldingiz mani. Maynavozchilik qilmanglar. Bunga bo'lib. Deylik, mana shu yerda aka somon, mana o'sha o'tlarimizda bir 2 soatda chiqarsak, bunda 1 soatda chiqarib bo'lyapmiz. Birini ko'rsa semirmaydi deb qo'yishadi. Ha, ko'rsa semirmas ekan u bilan. Nima ekan? Ujismi ekan xunojin novozishon? Ya, yarmiga novoz edi, yarmiga xunojinlar edi. Orasida tug'gan sigirlarni ham yemlardik. Ya, shikalatligi shikalat, rangi ham nimasi ham usti yaltiroqliligini ko'ryapsizmi? Sog'lom mol mana shunaqa tezak chiqaradi, buni qarang. Siz nima 30 ming so'm bilan 9 ta mol boqyapsizmi hozir shunda? Aytyapman, bu ham chiqib buningiz ham chiqib ketadi hali. Hormang Sanjarbek. Salomat bo'ling, keling, Rahmatullo aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Yetib oldingizmi davoni oshib? Ha, sekin-sekin sizni ta'rifingizni eshitib, ko'zlarimizga ishonmay, shuncha davomni bosib o'tib keldik, xudo xolasa. Xush kelibsiz Endi aka. nasib bo'lsa, bizda auditoriya bilan o'zingizni mol boqish metodingizni bo'lishasiz degan umidda keldik Xudo oldingizga. xolasa aka, qo'ldan kelguncha. O'sha telefonda ham aytdim sizga, kadr ortida ham boya aytdim, bizlarda hech qanaqa unaqa yashirish, boshqa narsa, publichni, spalichni ko'rishish nima yo'q. Biz ko'rishib bo'lganmiz. Assalomu alaykum, Romavet.uz kanali kuzatuvchilari. Bizlar bugun sizga foydali kanallar admini Sanjarbek uyiga kelganmiz. Bu yerda Jamshid ukam mollarni boqishda obzor qilib berganda, odamlarning ko'pchiligi ishonmagandi va bizlar hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rish uchun keldik. Siz shu tartibda mana bu adashmasam somon bilan boyagi moshpoyani, moshpressni maydalab berasiz. Ha, mana shu drobilkada mana aka holatni qarang. Mana. Shu atalangizni bitta qozoniga 45 ming so'm pul ketadimi? Shunaqa ketadi. Hozirgi paytda lekin undan ham arzonladi aka. Yo'q-a. Undan ham arzonlatdik. Arzon yo'lini topdik. Hozir aytaman, 2,5 ming so'mdan kunjara oldik. 2,5 ming so'm. Uni ham sekin tushuntirib o'tib ketamiz aka. Videoni bo'lmasa oxirigacha tomosha qiling. Bu sizlar uchun ham foydali bo'ladi. Haliga kommentariyalarga e'tibor bergan bo'lsangiz, 2,5 ming so'mdan qayda kunjara bor ekan degan. Biz 1 kilosini haqiqatan 2,5 mingga olganmiz. O'sha paytda lekin yarim kilosini aytdik. Bo'ldi. Hozir videoni oxirigacha xudo xolasa keltirib beramiz. Jamshidbek, bitta mana shu mollarni videoni boshlashdan oldin bitta badanni obzor qilib bering mana shu. O'zgarish qanaqa, Romaga? Mana shu dahshat. Dahshat. Bu bunaqa pul bilan, bunaqa summa bilan bunaqa o'zgarish dahshat. Mana shu ikkinchiga necha oy bo'lgan? Bularga aka o'tgan yili sentyabr yoki o'sha sentyabr atrofida olingan. Hech pullik mol edi. Bular 11,5 eng qimmati 11,5 milliondan olingan. 170 kiloga pul berilgan o'sha paytda, 160 kiloga, to'g'rimi? Shunaqa, biz Rossiyada bo'lganmiz. Go'sht 70 necha mingdan to'g'ri kelardi o'sha paytda sentyabrda. Mana mollarimni oxirgi partiyasini o'sha paytda so'yib, boshqa qilib tarqatib tugatayotgan paytim edi. 80 ming, 75-80 mingga chiqib qolgan payti edi go'sht so'yib olish Samarqandda. O'sha paytda olingan mollar mana o sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may. 8 oy bo'libdi. Aka, hali bular tish yorgan yo'q. Endi bittasi tish yordi xolos mana shu. Mana u bilan mana bu oq. 8 oyda bitta jaydar mol uchun buncha summani timboli yeb va bitta yana o'sha narsaga e'tibor beringlar deb aytaman juda ko'pchilikka. Mana Jamshid u yoqqa bormang. Qo'rqmayman, sizni yeb qo'ymayman. Mana qarang. Shikalatligi shikalat, rangi ham nimasi ham usti yaltiroqliligini ko'ryapsizmi? Sog'lom mol mana shunaqa tezak chiqaradi, buni qarang. Buni qarang yaltirashini. Buni qarang. Tozalashi ham oson. Ichida ham mahin mana. Ichini shunday ochib ko'rsating-da. Molni
qanaqa nimaligi bo'qidan bilinadi deydi-yu. Shu narsa rostmi rostdan ham? Da. Men molni misol o'zim xo'jaliklarda mol davolab yuradigan paytimda kiraman, men bitta yoki ikkita buqa boqadi. Uyda egasi, endi xo'jayini ishda bo'ladi, ayollari, bolalari qaraydi. Yemni beradi, boshqa ro'zg'ordan po'choq, pamoy, non ortib qoladi. Beradi moliga, bir kun, 1,5 kun, 2 kundan keyin u ta'sir qiladi ichkarida achib, bijg'ib, yem yeb turgan molga misol achigan po'choq yo pamoy yo nonni berib yuborsangizki, birdan atkaz qiladi-da. Boraman shunda ko'raman. Axlat chiqargan bo'ladi tezak. Tezagida uncha o'zgarish bo'lmaydi. Hididan, rangidan va ichidagi konsistensiyasi, yopishqoqligidan. Shunda mana shunday nonni necha kun bo'ldi berilganiga uydagilardan so'rab keling deyman-da. Egasi borsangiz, "Yo'q, meniki faqat somon yeydi, so'q, kepak, kunjara, shunaqa narsa yeydi, boshqa narsa yemaydi." Bitta ayollardan so'rab keling deyman-da. Baribir sizlar tushunasizlar buni. 2 kun oldin berishgan ekan deydi. Oshqozon bolalarga aytaman, keyin oshqozonni davolanglar deyman, 1 kun 2 kundan keyin chiqarib beramiz. Ana shunday qilib. Xo'p, videomizni xudo xolasa hozir qiziq nuqtasiga kelamiz va o'sha boyaga aytganimdek, uni axlat, rovni, agar molni badaniga yuqum bo'lmasa, bunaqa axlat chiqarmasdi yoki qumaloq, qo'yga o'xshab qumaloq chiqarardi yoki agar juda bo'lmagan narsa bo'lsa-ku, suv qilib chichib yuborardi mollar. Holati yaxshi-a bizda? Holat chotki, mana men xursandman. Iloyim yaxshilikka buyursin mollaringiz, xudo xolasa. Mana shu yer faqat buqaga to'lib ketsin. Aytganingiz kelsin. O'sha joy yetkiza olmasdan u yoqdan ham molxona qurishni nima qilib qolamiz? Bu yoqda ham bir nimalaringiz bor, ha? Bu tomonda begomslar bor. Hozir sigir bilan novoz qo'shib bo'lsa bo'lmaydi deydi. Ha, videoni boshida Jamshidbekning gapi to'g'ri. G'unojin, buqa yoki buqa bilan yoniga sigir yoki ona bola boqib bo'lmaydi deydi. Bekor gap. Hozirdan aytaman, bekor gap mana. Ikkita sigir, bittasi ona bola, bittasi nariyoqdagisi nima? Yakka sigir. Turibdi. Mollar badani binoydi. Men o'zim 20 ta 25 ta mol boqadigan paytim, bog'lab boqadigan paytim o'rtasidan. Esizdami? Jamshidbek? Ya, yarimiga novoz edi, yarimiga g'unojinlar edi. Orasida tug'gan sigirlarni ham yemlardik. Biroq o'zgarish bo'larmidi? Yo'q. Mollarim semirmay qolganmidi novozlarim? Ha? Ya, yaqinroqqa boramasiga. Unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan, qattiqroq gapiring. Men siz necha marta syomka qilgansiz mana o'sha paytdagi xo'jaligimda? Necha martalab? Hech qanaqa o'zgarish unaqa. Hech qanaqa orasiga devor quraman, beton bilan ko'tarib yuboraman, yakka minor quraman, u yoq bu yoq Amir Temurni saroyi quraman, yo'q. Chiroyli boqib, ipi bir-biriga yetmaydigan bo'lsa, bir-biriga irg'imaydigan bo'lsa agar bo'ldi. Yonma-yon qilib g'unajim bilan boqmaysizmi? Bir-birini ko'rsa semirmaydi deb qo'yishadi. Ha, ko'rsa semirmas ekan u bilan. Nima ekan, ujismi ekan g'unajin novozichon. Ko'rsa tushiga kirib, qo'rq qolib u bilman. Yeganim chota yuqmayapti deydi bunday qilib. Xolos, o'shanaqa gaplar ham bor xalq orasida, har qanaqangi cho'pchaklarga ishonmanglar. Faqat ipini kalta qilib bog'lasanglar, yondagi novoz, hadda behuda, vaqtsiz sigirni qochirib yoki g'unojinni ertaroq qochirib qo'ymasligi uchun yoki bitta oralig'idagi mana shunaqa xuddi Sanjarnikiga o'xshab 1, 2, 3, 4 ta oralig'ida nima yo'q. Mana mol yo'q. Endi u buzoqda hali qochirib bo'lmaydi. 3 oylikmi, 4 oylik buzoq. Baribir arqon yetmaydi, ikki tomondan baylab qo'yilgan. No, endi baribir hamda bunga sakrolmaydi. Sizga maslahatim, olib buni bu qoziqqa bog'lab, baribir orqasini bunga yetmaydigan qilib qo'ysangiz ma'qulroq bo'ladi. Ha, tushunarli. Chunki bu irg'ayman deb buni beli nima yeb qilib qo'yishi mumkin. Buni ishini qila olmasa ham irg'ib beli nima yeb qilib qo'yishi mumkin buzog'ingizni. Bu sizga mendan tavsiya. Xo'p, nimalar beramiz? Hozir mana shu yerda bitta sanab o'tib ketaylik-da, nima beriladi, nima qo'yiladi. Jamshidbek, bu yoqdan keling. Kiraverasizmi o'sha yerda? Aka, bu yerda endi qarang, bizga somonpiris beramiz, moshpirisni bermay turdik endi sekin. Moshpirisga ham o'tdik. Endi silyosda sal ketib uzilib qoldi. Selyosni ketib uzildi. Moshpiris beryapmiz, qo'shyapmiz. Hozirgi kunda senajni ham gapirib o'tib keting o'rtada. Tak, senaj iyun oyida tayyor bo'ladi, mayda oxirida, iyunda Sotuv boshlandi. Boshlandimi? Zo'r narsa, tavsiya beraman. Chunki ichi shiralik narsa, buqaga ham, sigirga ayniqsa zo'r, buqaga ham bersa bo'ladi. Buqaga ham bersa bo'ladi. Effekti bormi? Silyosdagi effekti bo'ladi? Donlik silyosdagi effekti bo'lmasa ham, lekin bor effekti. Effekti bor. Sutga lekin dahshat narsa. Sutga u senajga menimcha konkurensiya qila oladigan narsa yo'q. Keladigan yo'q. Xo'p,
Siz bularni hozir bizga kelganimiz uchun yolg'ondan drabilkani yoqib maydalayapsizmi yo har kuni erinmasdan 2-3 marta maydalab shunaqa faqat somonni maydalab keyin ustidan atala to'kib berasiz? To'g'risini ayting faqat. Biz bu yerda rostini aytamiz kelishganimizda aka. Ko'rib turibsiz, o'timiz tugab qolgan. O'zi bugun chiqarmoqchi edim, sizlar kelib qoldlaring. Mana o'tlarni ham o'sha hamma hashaklarini to'plab olganmiz. Endi mana shu drabilka yordamida xudo xolasa chiqaramiz. Aytganimdek, o'sha ikkita somonga bitta moshpurs qo'shyapmiz. Bitta somonni nima qilingda, mana auditoriyam bir ko'rib kayf qilsin Samarqandda. Sal panda o'rganishsin, hamda 60 santimetrlik press boylashmasin. Beringda kamerani men uzoqroqdan olayda Jamshid. 120 lik. Bitta nima qilingda, bitta o'lchangda, somonni kattaligini o'lchang. Mana shunda oling onasini emsin, mana shu betonni ustiga oling shu pressni. Ehtiyot bo'laverasiz, sal ipini. Sochilib ketmasin. 120 lik press ekan. 120 deylik. 120. Bizda deyarli aka 90% shunaqa press. Yo'q. Endi kichkinalari ham bor u bizda. Endi bizlardagilar o'rganish kerak ekan, bunaqa press boylashdi. Albatta. Mana press. Ikkita kelar ekan, pashti ikkita kelar ekan. Ana u ham yomon baqvat ekan, bu ustiga o'zi mosh poyani oldingiz-ku, ana shu yomon baqvat. Olmasligimni bilib oladi. Zich press ekan. Mayda zirral deb qo'yadi bizda. Ha. Xuddi o'shanda. Xo'p. Mana shuni. Siz uni maydalaysiz, mana shu yerda zagotovka qilib qo'yasiz. Ikkita pressga bitta nima? Moshpurs. Moshpurs qo'shasiz. Bitta moshpurs qo'shib. Qani maydalab berasiz pastda endi? Har doim. Chunki bu moshpursni hazm qilishni o'zi bo'lmaydi, bunchalik. Har doim aka maydalab beramiz. Hozir boshida ko'rganingizdek. Mana o'zi boya videoni boshida to'kkaningiz uni qarang, navosangiz. Tipirchilatib tashadi. Qo'ydi o'zi. Agar uni ustiga atala quyib bersangiz, o'sha dahshat yesa kerak-a? Yo'q, oxirida ko'ryapsiz, ertalab berilgan edi o'zi. Mana bular o'zi og'zi yetmagan, bu shvetingizni mana ko'rsating, og'zi yetmagan bu tarafga. Ana u tiqib yotibdi. Bu chanaqa tozalab qo'yilgan joy emas. Faqat boricha ko'rsatamiz. Kechqurun yana bitta supurib tashlaysiz, yangitdan yem berasiz, to'g'rimi? Yo'q, faqat ertalab shipirilyapti xolos aka. Kechqurun shipirmaysiz. Kechqurun shipirilmayapti. O'shani yeb tugatadi ertagacha, ertalabga faqat cho'p musorlarni olib tashlaysiz. Endi ba'zi bir 2-3 ta toshlar chiqib qolishi mumkin. Unda ham chiqmas, mana moshpurs ichidan chiqib qolyapti. Siz faqat hashaklaringizni maydalaysizmi bunday? Donlaringizni ham maydalaysizmi? Aka, men donimni ham maydalayman. Uning ichida endi biz Makkani uni bo'ladi-yu. U qimmat bo'ladi bizda. O'shani ataylab olib kelamizda mana shu drabilkada donini un qilib, o'sha mollarga ratsion tuzib yemini beramiz. Bug'doyni ham sotib olmaymiz. Hali unini sotib olmaymiz. O'zimiz uyda sezonda bug'doy olib kelib qo'yamiz. O'sha Makkani uni bug'doyni yormasi sal qimmatroq. Bizda ancha qimmat turadi. Tegirmonning xizmati qimmatroqqa tushadi sizlarga. Mana tayyor tegirmon, ozgina vaqt ketadi. Bo'lmasa drabilkaga videoni o'rtaroqda alohida to'xtalamiz, to'xolasa tegirmonlari, boshqa narsalari. Drabilkaga gap yo'q, haqiqatan. Tegan drabilkasi lekin nimaga so'rangchi? Nimaga ikkita? O yerda ham bor ekan. Aka, jinday ishlatardim uni. Qotib qoldimi? U jinday qiynalyapti. Kuyishga ham kelib qoldi. Moshpursga qiynalyapti. Qiynalyapti. Mana u aka haqiqatan tornado deydi-yu. Videolarda mana bunaqasini aylantirib yuboradi, hozir yo'qsangiz sakrab yuboray deyapti. Tornado. Bir qiyinchilik ko'rmadik, lekin 2 kun 3 kun bo'lyapti olib kelganimizga. Haqiqatan vash ishimizni yengillatib yubordi. Deylik, mana shu yerda aka somon, mana o'sha o'tlarimizda bir 2 soatda chiqarsak, bunda 1 soatda chiqarib bo'lyapmiz. Hozir bunga alohida xudo xolasa to'xtalamiz. Hozir videoning asosiy qismiga o'tamiz. Endi keling. Agarda kimgadir mana shunaqa sifatli drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Tornadoga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Negaki, Tornadoning sifati o'zini oqlagan, hamma nimalardan, sinovlardan o'tib bo'lgan va eng asobinni, eng e'tibor beriladigan joy Jamshidbek studio. Mana ko'ryapsizmi? Don maydalanadigan joyga metal tushsa ham mana teshik chiqolmaydi. Bu degani do'stlar, hayot uchun eng xavfsiz nomer 1 drabilka degani. Ko'pchilik biladi, ishlatib ko'rganlar. Bu yerda turli xil drabilkalar bor. Hozir mana polностью nimaga o'tilgan? Qapog'i bez boltiga ochilib yopiladigan. Ichi o'sha maxaviklik bo'ladi. Eski videolarimda polностью ko'rsatganman. Pichoqlarning qalinligini, pichoqlari ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari, xuddi hozir mana bu Sanjarning uyida atalab pishiryapti bochkada, unaqa bochkada azob chekmasdan xuddi mana shunaqa tayyor atala qozonlarda atalayingizni pishirib, bemalol
go'ng bo'ladimi, ko'mir bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Mana shu garelkachada yoqib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Aytgancha, bu yerda mana shunaqa sifatlik ro'zg'orbob o'choqlar ham bor. Buni vesini qaraydi. Ancha og'ir ekan lekin. Jamshid, materialni ko'rsating o'choqni. Ashi chotki narsa ekan. Bemalol mana da apisani boshqa narsa emas. Kimga kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqsin. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol murojaat qilib, bu ana kuymaydigan kraskadan bu. Yo'q, kuymaydigan kraskadan. Kuymaydigan kraskadan bo'lgan bu. Kuymaydigan materialdan. Ayo, materialdan endi. Va menga o'zimga endi Xudo xolasa sal bo'shab olib, bitta o'zimga nasib bo'lsa bir 50 ta bog'lab boqadigan novoz bo'rdoqchiligiga xo'jalik qilaman. Nasib bo'lsa Nodirbek meni o'zimga lichna ham yasab beradi. Xudo xolasa. Mana shunaqa kattarog'idan, bundan sal kattarog'idan. Va bu o'sha bizda trendga aylanayotgan mishalka. Ro'zg'or boqidan. Og'ringizni yengil qiladi, sizni bel og'rig'idan asraydi va greja Xudo xolasa bo'lmaysiz buni ishlatsangiz. Chunki mayda-mayda olib kelib buni ichiga tiqasiz, aralashtirib, enkayib, o'sha to'nqayib aralashtirmaysiz. O'zi aralashtirib, o'zi men bu xonachasidan chiqarib beradi men bu yerdan. Bemalol olib turib, molingizga chelaklab olib berasiz. Shuni qo'ysangiz bo'ladi. Bitta e'tiborlarni jalb qilaylik, mana. Bemalol. Reduktorimiz ham eng moshni reduktordan bo'ladi. Haqiqiy rossiyskidan olib kelib topib qo'yiladi bular. Ya'ni har xil pufta unaqa reduktor bo'lmaydi bizda. Bu mana bu motorni o'zi kuchi yetmaydi-da, Nodirbek. Mana buni aralashtirib qotib qoladi-da. Albatta, reduktor bo'lsa juda ham qattiq moshni bo'ladi-da. Kuch bilan aralashtirib. Remenli bo'ladi. Remenli bo'lgandan keyin albatta kuyishi ham kam bo'ladi. Keyin ana Nagisa keldimi? Remen aylanib ketadi. bo'ldi. Kulchashi moment beraveradi. Ana bor-ku, bizlarda Samarqandda halisini qo'lda qoqadi-ku, uni qo'lda qoqmaysizlar, buni o'zi aralashtirib chotki qilib beradi, zakonni qilib. Motorlar ikki xil bo'ladi, medniy va alyuminiy. O'zbekiston bo'yicha mana bu uyingizga ketish yo'li bo'lsa bo'ldi. Asfalt kerak emas. Mashina iz qoldirgan bo'lsa bo'ldi, o'sha yergacha dastavka qilib berishadi. Xudo xolasa bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu narsa 600 mingdan 3 milliongacha drabilkalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Yangicha variantlari ham bor, kattaroq ob'yomda. Ular o'sha 3 million 700 mingmi? 3 million 500 mingdan yangi chiqqan Taxoy nomli drabilkamiz 2025 versiya bo'ladi ular. Lekin hozir asosiy trendlar mana shu drabilkalar bo'lyapti. Bular o'zi men Samarqandda ham ko'rdim, o'zini o'zi oqlab bo'ldi. Albatta. Samarqanddagi klient o'sha shokda, hayron. Xudo xolasa men bitta o'sha narsasiga kayf qilaman, sizlarning drabilkani mana uchastasiga. Qalin, ichiga tosh tushsa ham, boshqa narsa tushsa ham, xudo xolasa hech nima qilib qilmaydi. Temir tushsa ham hech narsa qilmaydi, temir. Agarda xohlashsa, 3 minut basi 2 minut vaqtlarini olamiz. Bitta xoda bor. Xodani chiqarib ko'rsatib beramiz. Faqat videomiz ozgina uziladi. Shuni olib kelib tiqib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Davaychi. Shubha qilayotganlar bo'lsa-da, Qattiq narsani o'tkazishni ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Da. o'zlaring bahoda beraverasizlar. Qaytarishni maslahat bermayman, lekin bu deganda sizni somoningiz bo'ladimi, makka poyangiz bo'ladimi, nimani press poyasi bo'lsa agar bundan 5 batar qilib maydalab beradi. Ko'rdinglar, sal ichiga qattiqroq narsa tushsa ham dabdalasini chiqarib tashladi, lekin buni uyda qaytarib o'tirmanglar. Menga zagotovkalaringizni ko'rsating, nima berasiz, nima qo'yasiz? Necha kilo, a? Quruq bor ekan. Qayerda? Qani Mana quruq? quruq yem deylik aka. Bu ham shu arzon usuldagi yem. Haligi sechka bo'ladi. Sechkani deylik bug'doyda naqasi bor, maydalangan uni bor, makkani maydalangan uni bor. Haligi aytganimizdek 2,5 ming so'mlik kunjara dedik-ku.
Mana o'sha qanaqa kunjara bu? O'sha simichkani kunjarasidan beryapmiz aka. Bizda hozir qimmatlab ketdi kunjaralar. Ha, paxta kunjara qimmat. Ha, Simichkaniki nechi pul? 2,5 ming so'mdan oldik. Simichkani kunjarasi. Simichkanikini. O'shani yeb shuncha badan mollarda. O'shanchalik holat. Endi bu silyosda, ana kichkina buzuvchamizga berib turamiz. Silyos, mana tuz, Shulqa ham beramiz. Shulqa qancha berasiz bitta molga? Bitta molga o'sha bir siqimdan beramiz, ertalab kechga. Hozir kulminatsion nuqtasi bo'ladi, kalkulyatorchani olib, molni boshiga bo'lib tashlaymiz Jamshid bek. Nima qilinyapti, nima qo'yilyapti? Endi keling. Va ana yerda arzon nimangiz bor ekan, paxtangiz. Paxta qovochoq deydi, ko'pchilik paxta po'choq deydi. Endi kimda bizlarda nima deydi uni? Chang'aloq deydi. Sizlarda g'o'za po'choq deydi uni. G'o'za po'choq, ha. Paxta qovochoq ham deydi ko'pincha. Bu nech pul? Bu jonivar. O'ta arzon, suv tekin bu. Nech pul? Bizda. Uni qarang, ichida Jamshid olib kelinglar. Uni ichida chigiti bor, mana qarang, butun chigiti bor, uni qarang. 400 so'm yoki bu yem bo'lmasmi deydi-ku. Mana. Bu o'zi tukab qolgan joyda endi kletchatkasi o'zi bilan mana hazmi, mana. Hashaga o'zida. 5 so'm, 5 so'm yoki 400 so'm to'g'ri keladi uyga kelishi bilan. Bu. Ha. Hozir ana kelasi. Hurmatli nima kuzatuvchilar, nima qilinglar? Endi mana bu yoqda aka, mana bu yoqda ochilgani bor, Rom aka. Mana. Ya, u jinda yomg'ir tegib bunaqa bo'ldi, rasvo bo'lib qoldi yomg'irda. Nam tekkanmi? Ha. Zernoy отход-a? Zernoy отход. Mana aka, mana shu narsa atalaga sal quyilib turgani shundan beramiz. Ichida oz-moz bug'doylari ham bor. Buni qopi 7000 mi, nech pul? Buni qopi aka hozir 6000 shunaqa bo'lib qoldi, tushdi narxi. Qarang. Bu hozir sal naqarog'i tagiga tushib qolgani. Shu narsalar bilan shuncha o'zgaryaptimi? Mana Zernoy отход aka. Yo, mana tushundim, mana. Mana kulminatsion nuqta. Buni ichida ham mana shu narsalardan bor. Uni tubida bor-da. Tariq, kurmak, bir nimalarni mana, даже nima ham bor, sedana ham bor ekan, mana. Aka, shu narsani ham drabilka un qilyapti lekin. Shuni ham un qilyapti, kerak bo'lsa. Ha, unda un qilib bosish kerak buni, sancha? Shu un qilib naqaga qo'shyapmiz shu mollarni. Hozir bochkaga pishiryapsiz-ku, qozongami? Hozir qozonga o'tdik, chunki bir mahal beryapmiz-da, ikki mahal bersa hozir issiqda achib qolish ehtimoli bor ekan-ku. Bir mahal quruq, bir mahal nima beryapsiz? Kechki paytga o'sha hozir ko'rsatgan drabilkadan chiqarilgan somon bor-ku, o'shani har bitta molga bir tog'oradan solamiz-da, ustiga suv sachib, как teritga o'xshatib beryapmiz. Kalkulyatsiyani gapiraylik, keling bu yoqqa. Men yaxshi ko'raman. Hisobda. Hozir bu 45 ming so'mlik mononda pishardi aka, 200 litrlikda. Hozir bu 100 litrlikmi qozon? No da, где-то shunaqa 2 put bo'lsa agar 64 litr, 100 litr yarmiga tushdi. Xo'p, endi ayting, nima solasiz? Yo, auditoriya uchun qiziq, bir mahallaga hisoblasak, ikkiga ko'paytirib olishadi o'zlari, Jamshid bek. Aka, qarang, mana shu to'g'laydi. Ertalab pishirayotganimizda. Yarmi soldingiz pashta. Yarmidan ozrog'i ham ketdi. Buni qopi 7000 deylik, o'sha eski narxda. 3000 ga ketdi. Aha, paxta po'choq. Paxta po'choq. Bir sosak 4 kilo solyapmiz. O'shandan hozirgi holatda 4 kilo solamiz. 2000. 2000 so'm deylik. Sizlar nima qo'y boqyapsizlar? Kulyapsizlar. Qo'ydan ham arzon aka, ishonavering. Kulyapsizlar, odamsizlar-a? Jamshid qayerga olib keldingiz mani? Maynavozchilik qilmanglar. Ko'pchilik ishonmayapti aka, telefon qilganlar ham bo'ldi. Hozir men buni ichida endi gapiring, sal seriozroq narx ayting, sal endi. Yo'q, bu yerda hozir eshitavering aka, qiziq, oxiri qiziq. Men o'zi qiziqmay qo'ydi. Kunjara 2 kilo, 5000 2 kilosi. Shuncha molga 2 kilo kunjara solasiz. 2 kilo kunjara, ha. Kam-ku, nima sal siylanglar, bechora molni. Yana bor, aytdim o'g'in ichiga Zernoy отход. Xo'p, nech pullik solasiz? Zernoy отход kilosini hisoblaylik. 1600, 1,5 mingdan hisoblang. Xo'p, necha kilo solasiz? 4 kilo solaylik, mayli. 6000. Shu o'zining cho'michi bor, o'shanda 4 ta cho'michda solamiz. Yana nima solasiz? 4 xil mahsulot bo'ldi. 3000, 2000, 5000, 6000. Mana hamma arzoni. Siz manikida hisoblaganingizda esingizdami? Rom aka. Ha, 80 ming, 50 ming bir-biriga qo'shardik, keyin bo'lardik. Hop. Siz aytgan narsa eng muhimi tuz. Xo'p. 1 kilo emas, yarim kilo. Ha, necha pul? 500 so'm. 1000 so'm yozing mayli. 1000 so'm. Ko'tarib kelganingiz bilan, belingiz og'rigani bilan. Keyinchi? Uji bo'ldi pishta. Shu bo'ldimi? Suv. Nima? Texnika, svet nima yo'q? Tezak yoqasizmi, ko'mirmi? Drabil garelka turibdi. Garelkani hozir ishlatmayapmiz, chunki go'ngda mandaqa issiq tushib qoldi. Quruq joydan yondirib yuborasiz. Quruq joylari o'rniga to'plab olib chiqib qo'yganmiz.
Ha, o'shani ham garelkada yoqsangiz, Ya garelkada kuli ko'payib ketyapti. Lekin qishki kunida haqiqatan naqadar yoqdik. Mayda ko'mirda. nima qilmaylik, 17 ming emas, shuni 20 ming qilaylik. 20 ming chiqaring ana. Bir mahalliga, to'g'rimi? Bir mahalliga. Press nechi pul? Pressni ham hisoblaylik. Press bizda hozirgi kunda aka 9 ming. 9 ming. 9 ming. Paytida olingan aytmay qo'raylik aka. Paytida suv tekin. Ayo bilaman, o'tgan yil yomon suv tekin bo'lganda somon presslar. Xo'p. Ikkita pressni necha mahal yeydi? 2 tanami? Ehtiyot bo'ling. 2 tane aka to'g'risi bilmayman. Men shega bir 10 ta somon press chiqaraman. 10 taga 5 ta mosh press. O'shani bir 20 kun atrofida yeydi ma'lum. 10 taga 5 ta. Narxini hisoblang, 20 kunga bo'lamiz. 10 mingdan hisoblang borisini ana. Somon pressda 120 ligini yaxshi tuyulganini. 30 ming so'm. Mana mosh press 10 ming so'm. Aha. Mosh press ham 10 ming. Ha, bo'ldi, 30 ming so'm bo'ldi. 10 minglik somon yerkan bir kunda mollaringiz. Yo 15 ming qilamiz shuni Jamshid. Odamlar cho'kib o'rmasin. Boricha hisoblavering endi. 30 ming bo'ldi, 30 ming. Sal ana yoqda ziyod bilan hisoblaganmiz. Endi 30 ming so'm Jamshid keling bu yoqqa. Bo'ldimi, boshqa narsangiz yo'qmi? Yo'q, bo'ldi. Atalaga mana shu narsa. Aha. Lekin beriladiganimiz ana quruq yemi qoldi xolos. Undan qancha berasiz? To'xta, uni ham ayting-da. Quruq yemi Boyagi aralashmadanmi? aralashmadan. Ha, qanchadan berasiz? Uni ham aka ana shu yerda borsak bo'ladimi? Yuringda ko'rsataman. 30 ming edimi bu yoqqa Jamshid? Ana shu ustalarni cho'michi mana shu. Ana shu ikkita tish chiqargan novvosimga 400 gram chiqadan shuni to'ldirsangiz, oshiq bilan 500 gramdan ziyod emas bu, chunki bu ichida kepak sifat narsasi bor uni. Yengil. tish chiqargan novvosimizga ikkitasiga 6 tadan beramiz. Ikkitasiga 6 ta. Ikkitasiga 6 tadan, 3 tasiga 5 ta. Har biriga 6 tadan. 6 cho'mishdan. Ikkitasi xolos 6 cho'mishdan yeydi. O'shalar, ha. Qolgani 5 tadan yeydi. 5 cho'mishdan. Mana ular 4 tadan yeydi. Xo'p. Opsiz hisoblang. 8 cho'mich, 15 u ikkalasi 12, 27, 8, 35 cho'mich. 35 ko'paytiramiz 400 gram. 14 kilo, 10 kilo. 4 kilo. 14 kilo. O kilosi nechi pul uni o'sha aralashmangizda? Aralashmasini to'g'risi hisoblab ko'rmaganman. Buni ichida aytganimdek sechkasi bor. Sechkani ham o'sha drabilkada o'nqib chiqarganmiz. Zerni atxot bor. Bug'doy bor. Bug'doyni ham aralashtirib. Kunjarasi bor. Kunjarasi bor. 2 mingdan tushadimi? Teta shuni hisoblasa bo'ladi. 2 mingdan. 30 ko'paytiramiz 28 ming. Shuluqqa qancha berasiz? Ha, endi sal haqiqatga Shuluq endi mana shu. Mana shu naqada qilib olganmiz, mana shu 200 gram beriladi. 200 gram ham chiqmasa kerak. Yengil narsa-ku bu. Xo'p, hammasi shunchadan yeydi. Hammasi shunchadan berib qo'yamiz. Xo'p, biz bir mahalligini hisoblayapmiz. 6 ta cho'mishni bir mahalliga berasiz ularni? Uni 2 ga ko'paytirishadi. Xo'p. 1 2 7 ta mol 1 kilo 200. 1 kilo shuluq hozir necha pul? 5 ming bo'lganmi? Qopini shu 20 kilosini to'g'ri 5 mingdan. 100 ming. Ha, 6 ming so'mlik shuluq yesin bir mahalga. 64 bo'lamiz ona bolasi bilan 9 ta molga. Mana. 7100 so'm. Buni ichida yana sizga narsa chiqarib beraymi? Bundan ham kesiladi agar chiqarsak. Nimani kesmoqchisiz yana? Rasxotni. Yo'q, qo'ying endi. Multfilm bo'lib ketadi-da. Tinch yuraylik. Aytib qo'yaylik, qizig'i, mollar sog'iladi mana bu ikkitasi. Ha, Sog'iladi. sotasiz sutini. Bular o'sha bir kunda 14-15 litr sut beradi aka. Bularni ham sotamiz o'zimizda, mana shu qo'ni-qo'shnilar olib chiqib ketadi. Yog'lisini litri 7000 so'mdan. Bolasidan tashqari shuncha sut Bolasidan tortadi. tashqari, ha. 7000 so'm 1 litr sut. 1 litr sut bizda 7000 so'm. 98. Yog'lisi. Siz nima kulyapsizlarmi ustiga? Bildiq ishtiringa ketdi gap yerdan. Nima qilyapsizlar? Yo 98 ming to'xtang, bu yoqqa keling-da, endi hisoblaymiz, to'xtang. Ikkitasiga. Mana ham qizig'i bor, uyda ham cho'zilib ketadi aka. Yo'q, gapiravering. Mana auditoriyam bemalol ko'radi. 64 ming ko'paytiramiz 2 ga, 128 ming minus qilamiz 98 ming. Siz nima 30 ming so'm bilan 9 ta mol boqyapsizmi hozir shunda? Aytyapman, bu ham buningiz ham chiqib ketadi hali. Ha, Hisob-kitob qilsak, begums degan narsa bor hali bog'da aka. ha, begimizdan pulga aylandi yana hozir. Begums normalniy. Yering qani? Oltin hisobiga ketyapti aka, mol boqi. Turinglar ey bolalar. O'zi tekin hisob-kitob bunday qilsangiz.
kartoshkalar bekorga qolib ketar ekanda, qopdagi kartoshkalar. Kartoshkalar bonus. Kartoshkani ko'rsatib yuboring. Kartoshkalar ham yomon ketgan prosmotr bomba. Yo'q. Hamma ishdan bir shingil bor. Sanjarga mana lopatkani oling. Biyogumuz qo'ziysiz hozir. Biyogamiz ko'rsataman men sizga. Ketdi. 1 kvadrat biyogumuz nech pul? 1 kvadrat biyogamiz aka 1 million so'mdan 800 ming so'mgacha sotyapmiz hozirgi holatda. Yana ko'tarildimi? Yomon ko'tarilyapti aka. Kvadrati o'sha 100 chuvalchang. dollardan ham sotayotganlar bor aka. Ha, chunki yo'q bo'lib ketdi-da bu narsa. Yangi go'ng tashaganmiz. Ha, o'rtalog'ini oching. Orzu havaslik joyini oching, qo'ying. Chuvalchanglar o'tyapti. Mana edi. 5lik bor, 5likda ko'rsatay. Bu nima ya? Nimani poxoli ya, guruchni. Ha, shu guruchni poxol aka. Arzon-da bu. Tekin Hozirgi narsa. holati ham tekinga ham beraveradi odamlar. Mana chuvalchanglarda manalarda bor aka, ko'ryapsizmi? Siz hozir shunda go'ngni birovga ham bermaysiz, hech qayerga tashamaysiz go'ngni. Yo'q. Faqat o'zimiz mashq qilib, Periobrobotka qilib, buni kuzda separat qilib, bosib qo'yib, buyog'imiz sotasiz. bahordan sotiladi. Keyin anavisi chuvalchangga yana ko'paytirishga qo'yib yuboriladi. Chuvalchang o'zi naql olmay qolasiz, ulgurolmay Hid qolasiz. yo'q lekin janovar Jamshid. Bu yuviladi aka bu. Mana shu грубо говоря, unday qaratingda. Mana shu yerda po'q bor, lekin hid yo'q molxonada. Ko'pchilik mol boqsam hidi chiqadi-yu, bo'lmagan narsa aka. Ya, buni yuvishim. Mollar nima esasilmayapti? Sizga savol. Har kun tozalanadi-da u, ertalab Ana tagi po'q bo'lib, siydik bo'lib yotibdi-ku, siz ham olasiz. Bari singish, hid singish kerak-ku baribir, to'g'rimi? Hid yo'q molxonada. Tekinga mol boqib, Yana foyda qilib, yetmagan ekan. Yo'q. Ha, Abdu, keyin kadrdan sariq aytirasiz qani? Ya, hid yo'q. Atrofdagi kerak. Old Spice edi. Mana shunaqa. Gap yo'q, barakasini bersin. Hozir buni agar unaqa aylantirib, hozir vaqt juda ko'p ketadi. Endi unda hisobda olib qaraydigan bo'lsak, buni 1 yilda 1 marta pul qiladi. Qo'yinglar shu rasxodi kunlik Sanjarjonni 30 ming so'm bilan 9 ta molni boqyapti. Sutini sotgan holatda va mana bu arzon boqishni hisobiga buyog'imizga tegmay qo'yavering. Miyam qaynab ketdi, qo'yinglar. Shunaqa. Tinch yashaylik. Ko'pchilikni o'ylantirgan bu savol aka. Men shuncha informatsiyani aytdik sizlarga. Mollarni даже badandan axlat chiqarishigacha ko'rsatdik sizlar uchun. Novoz chiqaryapti axlatni. Mana boring, ana svejisidan yaltirab yotibdi. Mollarni sut berishi, mollarni sutini sotilishi, biyogumuzgacha. Endi agar uyda misol bitta bekorchi odam o'tirgan bo'lsa, bir qarish mana shunaqa yeri bo'ladigan bo'lsa, joyi kallani ishlatib turib, harakat qilsa agar, mana shunaqa natijalarga xudo xolasa erishib yuradi любой kishi. Gapim bilan nima demoqchiman? Intilganga tole yor deydimi? albatta. Ana shunaqa juda xursand bo'ldim. Bu narsani o'zimizdagilarga misol targ'ib qilaman. Qilishsin, boqib ko'rishsin, negativ bo'ladi, baribir bo'laversin, menga qizig'i yo'q. Negativchilarga. Menga natija qiziq, men o'zim ko'zim bilan ko'rib, mana hozir polностью o'sha boyaga aytganimdek, mol boqishda arzon narsalarning o'rni, qanaqa, yuqumi qanaqa bo'ladigan narsalarning o'rni, drobilkani alohida o'rni, maydalangan korma yemlarni shu mana hozir atalada olib qo'yapti bu odam. O'sha narsani quruqda mana yarim quruq beryapti hozir. Ustiga ataladan to'kib beryapti-yu. Keyin ustiga o'sha nimadan aralashmachadan to'kib beryapti. Mollarning badani hozir mana shu ahvolgacha kelgan. Misol borib 6 ming so'mdan kunjarani olmayapti, 2,5 ming so'mdan. Endi bu videodan keyin aniq 2,5 ming so'mlik pista kunjara 3 ming, 3,5 ming so'm bo'ladi jamshid. Karavan ko'tarilganda Ha. Endi o'shaning uchun men sal qisib yuruvdim, shunaqa videolarni qilmay, narsalar qimmat bo'lib ketmasin. Odamlar jalba qildi, olma po'choqda olib chiquvdim-ku, Jamshidbek. 350 so'm edi Samarqandda olma po'choq. 350 ming so'm. 700 so'mga chiqdi o'sha sezon. Sezonni boshida borib bitta video qildim, sezonning oxirida 700 so'm, 1000 so'mga chiqib ketdi o'sha kamaygan paytda. Sirraz bir haftadan keyin narxi oshdi. O'shuning uchun bo'lmasin deb sal qisib yuruvdim. Endi bari video qilmasangiz agar auditoriya zerikib qoladi. Mol boqish sirlari, boshqa narsa. Bu sonlardami yo mana bu videodan oldingilardan xudo xolasa bu yilgi sezonda aktual tema bo'lgan kana bezgakni davolash va undan saqlash metodlarini xudo xolasa ko'rsatib, yoritib berishga harakat qilaman. Eminni YouTube'da uzunroq video qilib nasib bo'lsa, u temada yana xudo xolasa to'xtalamiz. Sanjarbek yo'q demaganingiz uchun va bizni
taklif qilganingiz uchun juda sizdan minnatdormiz. Auditoriya ham xudo xolasa minnatdorchiligini aytadi. Kommentariyada ko'rasizlar. Sanjarbekni o'zini kanaliga o'tib ham obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali ma'lumotlarni o'zining xo'jaligidan boshqa xo'jaliklardan kiritib boradi. Sizga foydali YouTube'da ham, Instagram'da ham kanallari bor. Bemalol o'tib obuna bo'lib tomosha qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Sizlar e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizlar bilan birga qolinglar. Sizlar bilan Romabek o'zi bo'ldi.